Oliy Majlis Qonunchilik palatasida qonun ijodkorligi jarayoni sifatini oshirishning dolzarb vazifalari mavzusida seminar o'tkazildi. Unda Qonunchilik palatasi deputatlari, Vazirlar Mahkamasi, Oliy sud, Bosh prokuratura, Adliya vazirlik mutasaddilari hamda qonun loyihalarini tayyorlashda ishtirok etadigan vazirlik va idoralar vakillari ishtirok etdi. Seminarda qonun loyihalarini tayyorlash jarayonini takomillashtirish, yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni bartaraf etish, qonunchilik tashabbusi huquqi subyektlari va Qonunchilik palatasi qo'mitalari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Prezidentimiz 2024-yil 20-noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisidagi nutqida parlamentning qonun ijodkorligi, parlament nazorati yo'nalishidagi faoliyatining samaradorligini yanada oshirish maqsadida vazirlik va idoralarda rahbar o'rinbosarlarni quyi palata qo'mitalari bilan doimiy hamkorlik uchun mas'ul etib biriktirish taklifini ilgari surgan edi. O'tgan davrda ushbu tizimning tashkiliy huquqiy asoslari yaratildi. Xususan, Qonunchilik palatasining harakat dasturi tasdiqlanib, unda ushbu masalalar alohida mustahkamlandi. Qonun ijodkorligi, parlament nazoratini amalga oshirish, aholini tashvishga solayotgan muammolarni o'rganish, tahlil qilish va bartaraf etishda yuqoridagi hamkorlikka asoslanadigan mutlaqo yangi tizim amaliyotga joriy etildi. Qonunchilik palatasining qo'mitalariga tegishli sohalar bo'yicha vazir o'rinbosarlari biriktirildi. Seminarda Qonunchilik palatasining qonun ijodkorligi borasidagi faoliyati sifatini oshirish, bunda qonunchilik tashabbusi huquqi subyektlarining qonun ijodkorligi jarayonidagi mas'uliyatini kuchaytirish lozimligi qayd etildi. Xalqchil va hayotiy qonunlarni qabul qilishda quyi palata va qonunchilik tashabbusi huquqi subyektlarining hamkorligini yanada jonlantirish zarurligi ta'kidlandi. Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunda qonunchilik tashabbusi huquqini amalga oshirishning aniq tartiblari belgilangan. Qonun loyihalarini quyi palataga kiritishda ushbu tartiblarga amal qilish, jumladan qonun loyihalarining konsepsiyasida belgilangan maqsad vazifalarga mos bo'lishini ta'minlash, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishdan ko'zlangan natijaga erishish bo'yicha ta'sirchan choralarni ko'rish zarurligi ta'kidlandi. To'g'ridan to'g'ri amal qiluvchi qonunlarni qabul qilishning yangi demokratik shakllarini joriy etish, loyihalarni keng jamoatchilik vakillari va ekspertlar doirasida muhokamalardan o'tkazish, shuningdek, ularning xalqaro shartnoma va reytinglarga mosligini o'rganishga ustuvor ahamiyat qaratish lozimligi ta'kidlandi. Seminarda aytib o'tilganidek, ayrim hollarda prezident qaror va farmonlarda nazarda tutilgan qonun loyihalarini Qonunchilik palatasiga kiritish muddatlari kechikib ketmoqda. Ba'zi qonun loyihalarini esa konseptual jihatdan jiddiy kamchiliklari tufayli butunlay qayta ishlab chiqishga yoxud tashabbuskor subyektga qaytarishga to'g'ri kelmoqda. Masalan, o'tgan 2024-yilda 9 ta qonun loyihasi tashabbuskorlarga qaytarilgan. Ayrim qonun loyihalari jamoatchilik muhokamasidan o'tkazilmasdan yoki vazirlik va idoralarning xulosasini olmasdan Qonunchilik palatasiga kiritilmoqda. Loyihalardagi bu kabi kamchiliklar esa parlament vakillarining ko'proq g'oya bilan emas, balki yuridik texnik rasmiylashtirish ishlariga vaqt sarflashiga olib keladi. Bu seminar mashg'ulotida Qonunchilik palatasi tomonidan shu davrgacha qonun ijodkorligi sohasida qilingan ishlar birma-bir sanab o'tildi va mavjud kamchiliklar haqida, muammolar, o'z yechimini kutayotgan masalalar haqida ham to'xtalib o'tildi. Bunga misol sifatida aytishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasining raqobat to'g'risidagi qonunni bir misol sifatida aytadigan bo'lsak, 2023-yilda qabul qilindi va bu qonunda ham qonun loyihalariga, umuman normativ huquqiy hujjatlar loyihalariga raqobatga ta'sirini baholash bo'yicha bevosita norma kiritildi va unga muvofiq qonun loyihalari, qonun osti hujjatlar loyihalari, raqobatga oid masalalar va davlat yordamini nazarda tutadigan loyihalar albatta monopoliyaga qarshi organga kiritilishi va uning xulosasi asosida uni qabul qiluvchi organ tomonidan ko'rib chiqilishi majburiyligi haqidagi norma kiritildi. Shu asosda bugungi kunda raqobat qo'mitasi tomonidan qo'mitaga kiritilayotgan loyihalar ko'rib chiqilmoqda. Ularning aksariyat qismida, masalan, yarmisidan ortig'ida deyishimiz mumkin, o'sha raqobatga zid bo'lgan, raqobat muhitiga salbiy ta'sir qiladigan normalar mavjudligi sababli e'tiroz va takliflar bilan kelishilgan. Men o'ylaymanki, bugungi seminarning maqsadi shu faqatgina tanqidiy nuqtai nazardan
mavjud muammolarni hal qilishga qaratilgan va biz qonun ijodkorligiga mas'ul bo'lgan shaxslar o'ylaymizki, kelajakda o'z qonun ijodkorligi faoliyatimizda bu ijobiy samara beradi deb hisoblayman. Bugungi seminarda asosiy e'tibor qaratilgan masalalardan biri bu qabul qilinayotgan qonunlarni konstitutsiyamizga, amaldagi boshqa qonunlarga hamda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning maqsadlariga mos bo'lishini ta'minlash. Bundan tashqari sohani tarqoq holda huquqiy tartibga solish amaliyotiga barham berish masalasi bo'ldi. Shuningdek, yana bir muhim masala prezident farmon va qarorlarida ko'zda tutilgan qonun loyihalarini o'z vaqtida Qonunchilik palatasiga kiritish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Bu ushbu sohadagi islohotlarni huquqiy ta'minlash, sohani huquqiy tartibga solishni o'z vaqtida amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yana bir masala qonun loyihalari bo'yicha o'tkazilayotgan ekspertizalarga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish masalasi. Chunki ayrim hollarda masalan huquqiy ekspertiza davomida ko'pgina kamchiliklar aniqlanayotganligi va lekin bunga e'tibor berilmasligi natijasida Qonunchilik palatasiga qonun loyiha kelib tushgandan keyin bu masalalar bartaraf etishga to'g'ri kelayotganligi holatlari aniqlanyapti. Seminar davomida qonun loyihalarini tayyorlash va uni palataga kiritishda tizimiy muammo va kamchiliklarning oldini olish, tegishli vazirlik va idoralar mas'ul xodimlarining loyihalarni sifatli tayyorlash borasidagi bilim va ko'nikmalarni oshirish, qonun ijodkorligi jarayonida Qonunchilik palatasi bilan hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha fikr almashildi. Shuningdek, kun tartibidagi masala seksiyalarga bo'lingan holda atroflicha muhokama qilindi. Ishtirokchilarga qonun loyihalarini tayyorlashda amaliyotni, olim va ekspertlarning fikrlari hamda xalqaro tajribani o'rganish borasida qator taklif-tavsiyalar berildi.